Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni keyingi vlogda ko'rib turganimdan xursandman. Bu safargi vlog Polshaga bag'ishlanadi, ya'ni asosan ikkita shahariga. Hozir Polshaga Erasmus maqsadida keldim. Erasmus proyektini tugatib, mana endi ortga Italiyaga qaytyapman. Lekin bizda 2 kun vaqt bor. Shu 2 kun vaqtni Polshaning ikkita shahari, ya'ni Poznan va Varshavani ko'rish niyat qildik. Hozir o'rtoqlarim bilan birgaman, italiyalik jamoadoshlarim. Hozir Shrem degan shahardamiz. Shremdan biz avtobus kutib turibmiz, Poznanga boramiz. Poznan va undan keyin Poznanda soat kechki payt 5 gacha aylanamiz va undan keyin this one. Okay. Hop, bizning avtobusga keldi. Avtobusni ichkarisida tushuntirib beraman. Keyingi plan. Короче, plan. Poznan keyin Varshava. Hozircha shu. Hop, update. Biz Poznanga keldik. Hozir Poznanni aylanamiz. Где-то soat 5 gacha, 5da poyezd o'tirib Varshavaga boramiz. 8:30da Varshava. Kechqurun aylanganimizcha aylanamiz, lekin baribir ertangi kunimiz bor va bizning samolyotimiz soat 7da 7gacha xudo xolasa ertaga kechki payt 7gacha Varshavani ko'rib chiqamiz. Varshava polaklar aytishi bo'yicha yangi shahar, chunki kecha hozirda hech nima qolmagan, yo'qda yana ko'proq ma'lumotlar bo'ladi. Varshavada hozir Poznandamiz. Poznan более-менее nimaroq, tarixiyroq, lekin baribir zamonaviy binolari juda ko'p yo'qda. Lekin menga zamonaviy emas, bunaqa tarixiy, qasr, klassik Yevropaga tegishli bo'lgan joylar qiziq, o'shaning uchun shunaqa joylarga keldik.
hozir Poznanni cherkovni oldiga keldik. Menimcha bu Old Market deyiladi, eski bozorda mana bu yerda cherkov bor. Cherkovni tepa qismida hozir mana ko'rsataman. Mana bu yoqda eshik bor. Eshikdan ikkita echki chiqadi soat rovna 12 da va bir-birini boshqa urishtirishadi. Ana shunaqa bo'lar ekan. 12 hozir soat bizada 11:25 ga qarab ketyapti. Yarim soatdan ko'proq vaqtimiz bor. Bu naryoqda cherkov bor ekan. Mana bu cherkov. Bu cherkov ko'rgani boramiz va keyin bir 5 ta kam 10 ta kamlarda mana shu yerga kelamiz. Ko'rishga nimani. Ikkita echki boshini bir-biriga urishtirishini. Hozircha shu to'g'risi Poznan bo'yicha taassurotlar. Poznanni mana endi eski tarafimiz. Train station, ya'ni temir yo'l vokzali atrofi juda yangi shahar ekan. Yangi zamonaviy binolar, xuddi o'zimizdan Toshkentga o'xshaydi. Lekin mana bu yog'i tarixiy qismi. O'sha klassik Yevropaga tegishli bo'lgan arxitektura, unaqa cherkov. Keyin mana bu yog'i ham qanaqangidir Belgiyani vibe'ini beryapti. Mana bunaqa zdaniyalari, tak bu ham o'ziga yarasha ajoyib vid arxitektura. Tak ko'ramiz hozir naryodagi cherkov va bu yoqqa kelamiz va mana bu yoqda anu kichkina eshikdan ikkita echki chiqib boshini urishtirishadi. Hozir bitta suvenir oldim. Bu suvenir ham takoy, eshiklari ochiladigan, nima qiladigan, lekin ancha qimmat. Конечно, chunki tourist trapdamiz. Mayli. Kabob xonalari juda ko'p. Metrda dashi kabob xonalari. İstanbul kabobi bor. Zo'r taassurotga a'lo hozircha. Mana shu qismi menga ko'proq yoqyapti. Poznanning chem zamonaviy qismi. Va men mana shunaqa tarafini The church. Another one. Men Yevropani mana shunaqa tarafini afzal ko'raman. Chem zamonaviy binolar.
har doimgidek babi majbur bo'ldim gruppadan ajralishga. Chunki bab solo travel yetmaydi. Xohlagan joylarga borasizlar, xohlagan narsalarni qilasizlar. Va hozir oxirgi nuqtaga ketyapman. Poznanda yoki Paznanda, qanaqa talaffuz qilish bilmayman. Xo'p, hozircha parki bor, где-то 20 minut peshqadrom. Undan keyin orqaga temir yo'l vokzaliga boraman. U yerdan keyin Varshava 8:30 da yo'lda bo'laman. Kechki ovqat qilib, dam olib, ko'ramiz, vaziyatga qarab bu joyga chiqsam kerak. Chiqmasam ertaga soat 5 gacha kechki payt vaqtim bor Varshavani ko'rishga. Va xudo xolasa Varshavada o'zbekcha restoranga boramiz, Samarqand degan yoki undan boshqasiga ko'ramiz endi vaziyatga qarab. Maqsad osh yeyish. Osh yeyman deb kelgan o'zi Polshaga. Erasmusning ikkinchi maqsadi edi. Birinchi maqsad bu osh yeyish, chunki osh yemaganimga ancha bo'ldi yomiyman, lekin odam yomon sog'indi oshni, ayniqsa Samarqand oshini. Shuning uchun ertaga asosiy maqsad bu osh yeyish va albatta Varshavani ko'rish va sizlarga yetkazib berish. Paznan yangiroq shahar ekan. Men tarixiy shahar deb o'tdim, lekin ko'pchilik aytishi bo'yicha Polshada eng yaxshi shahar bu Krakow ekan. Ya'ni ko'p narsalar qolgan. Ikkinchi jahon urushi bo'lgan bo'lishiga qaramay yaxshi saqlanib qolgan tarixiy binolar. Bu yoqda uncha emas. Bu yoqda ham bor, pub yangiligi bilinib turibdi. Lekin shahar toza. Turistlar uncha ko'p emas ekan, chunki unda turistik joy emas. Skverdan tashqari ikkita echki chiqib bir-biriga boshini urishirdi. Ana shu joyda ko'rishingiz mumkin turistlarni. Bunaqa joylarda hech kim yo'q. Masalan, Italiyada hozir ancha issiq, lekin Polshada unaqa haqiqiy kuz. Lekin bu даже Italiya uchun bu qishni vibe, lekin Polsha uchun odatiy ob-havo. Ko'ramiz. Bugun Varshavadamiz. Men Varshavani ko'ramiz. Ciao vlog di Faruk. Varshava bo'yicha birinchi taassurotlar. Varshava juda zamonaviy. Ikkinchi jahon urushida Varshava juda to'kilib ketgan, o'shaning uchun shahar yengildan qurilgan. Lekin shahar Nyu-Yorkni vibe'ini beradi. Wall Street, Manhattan, yangi zamonaviy binolar. Men turgan joy finansiy sentri, moliyaviy markazi, chunki banklar, moliyaviy markaz yozib qo'ygan Varshavani. Ishqilib prosta gap yo'q. Osmono'par binolar. Har yoqda Deloitte. UI'dagilarga salom. Chungan-chunda.
words. How do you feel? I feel at the top of the world. Very high here. Very, very high. How is it going so far? All good? Very good. All Very good. good place. Everything's good. Ich bin gut. Life is good. Life is good. Alhamdulillah. Vlogni shu joygacha ko'rganingiz uchun sizlarga rahmat. Vlog hali tugagani yo'q, yana ozgincha qismi bor, eng muhim va qiziqarli qismi. Polshaga nima maqsadda borganimni aytdim. Asosiy maqsad bu osh edi va Erasmus va albatta Polshaning ikkita shaharini ko'rish. Ikkita plan amalga oshdi, ya'ni Erasmus bordim, Erasmus proyektini o'tkazdim. Ikkita shaharini ko'rdim, Varshava va Poznan degan shaharini. Lekin afsuski osh yeolmadim. Gruppa bilan aylanib juda ko'p vaqtni yo'qotdik va yutqizdik. Bitta joyda ko'p qolib ketdik, 2 soat zavtrak qildik. Даже obed ham qilganimiz yo'q, aeroportda ovqatlandik. No, u bo'ldi, bu bo'ldi, kechikib qolib ketdik. Keyin o'sha men boradigan restoran shaharda markazdan ancha uzoqroq edi, aeroportimiz ancha uzoqda, o'shaning uchun mayli bora olmaymiz dedi bolalar. Men ham okey, agar bora olmasam mayli, hech qisi yo'q deb aytdim. Конечно, o'zim sal odam dili ranjida. No, atak nima bo'lsa ham baribir osh yedim. Faqat Polshada emas, Italiyada Rimdagi O'zbekistonning elchixonasida tadbir bo'lgan. Polshadan kelishim ertasi kuni u yoqqa borib osh damlangan, G'ulomjon aka kelganlar va mustaqilligimiz 34 yilligini o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz bilan Italiyada Rimda nishonlaganmiz. Kech bo'lsa ham, nima bo'lgan taqdirda ham baribir osh yedim. Polshada nasib qilmagan ekan, lekin Italiyada Rimda elchixonamizda o'zbeklar bilan osh yeyish nasib qildi. O'shaning uchun bundan keyingi lavhalar o'sha Italiyaga kelib o'rnashib, ya'ni bir kun dam olib, ertasi kuni elchixonaga o'sha bayramni nishonlash maqsadida borganimdagi videolar osh, G'ulomjon aka, o'zbekcha musiqa, o'zbekcha vibe. Undan keyin vlog tugadi. O'shaning uchun keyingi 2-3 videolarni o'tkazib olmaylar. Rahmat sizlarga shu joygacha kelganingizga. Aynen.
compris normalement? Yo'q, mashina ham bo'ladi. Voilà.